Assalomu alaykum everyone. Bu videoga ko'rayotganimiz juda ham omadli o'quvchilardan bittasi ekansiz, chunki albatta bu videoni bosganingiz sababi IELTS 7+ olmoqchiligingiz. Lekin IELTS 7+ olmoqchilikda bilaman va to'g'ri tushunaman, что boshqa videolarni ham ko'rib chiqqansiz. Lekin rostini aytaylik, YouTube'da hamma videolar ham foydali emas siz o'ylaganchalik. Ko'pi siz bilgan narsalarni qayta sizga aytib beradi. Misol uchun, kun tartibqa, General English yaxshi, reading artiklar o'qidi, singan podkastlar eshitdi. Lekin bu video ulardan mustasno bo'ladi degan bilaman va shu sababdan bu videoni inshaalloh oxirigacha ko'rishingiz kerak. Xo'p, endi undan oldin boshlashimizdan oldin o'zimni kichkinagina introduction tanishtiruv bilan boshlamoqchiman bu videoni. Ismim Ulug'bek. 3 marta IELTS topshirganman, ketma-ket IELTSni 8 olganman va birinchi IELTSni 15 yoshimda olganman. Bu degani 15 yoshimda IELTS 8 natiijasini ko'rsatganman va undan beri o'quvchilarga ustozlik qilib kelyapman. 3 yildan beri nafaqat o'quv markazlarida, tashqari maktablarda ham takliflar tushgani sababli ustozlik qilib ko'rganmiz va undan tashqari albatta hozirda individualniy mini gruppalarida darslar berib kelyapman Andijonda. Buni aytganimning sababi ko'p videolarda faqatgina IELTSdan baland ball olgan, lekin o'zi haqiqiy o'quvchilarni ishlash opiti yo'q odamlar videolar qiladi. Endi buni kritika qilish emas maqsadim. Aytganim sababi, siz hozir agar haqiqiy ustozdan haqiqiy maslahat oladigan bo'lsangiz, men o'ylaymanki, o'quvchini psixologiyasidan kelib chiqib maslahat olasiz va shu narsa siz uchun inshaalloh foydali bo'ladi. Xo'p, mayli, endi bu mavzularga chuqur kirmashimizdan oldin avvalcha o'zimizning mavzumizga o'taylik. Bu ham bu IELTS 7+ olish bo'yicha. Bu videoda men sizga aytaylik, bitta o'quvchi misolida qilaylik. Alisher ismli o'quvchi. Qanaqa qilib shu odam 0 dan IELTSgacha 7+ olishgacha chiqish kerak va shu Alisherga o'xshagan o'quvchilar qanaqa ko'p xatolar qiladi, shuni aytib ketmoqchiman. Shunda ham oson bo'ladi sizga, ham как будто story qilib sizga bu videoda tushuntirib bermoqchiman va undan tashqari bu video bu degani ingliz tilini endi boshlagan o'quvchilarga ham va IELTS gruppadagi o'quvchilarga ham foydali bo'lar ekan bir xil ravishda. Xo'p. Okey, Alisher endi ingliz tilini boshladi. Boshida nima qilish kerak bu bola? Qanaqa xatolarga yo'l qo'ymash kerak desangiz? Boshi juda ham oson. Chunki grammatika va speakingdan va so'zlardan tashkil topadi ingliz tilimiz boshi beginner o'rgani uchun. Lekin har bitta beginner o'quvchilarda maslahat beradigan narsam bor. O'zim o'quvchilarimga ham albatta. Bu ham bo'lsa bitta maqsad bilan boshlash. Endi bu narsa motivatsiya sifatida eshitilishi mumkin. Lekin rostini aytaylik, ko'p o'quvchilar boshlang'ich paytida ingliz tilini yaxshi o'qimashligi yoki hattoki IELTS o'quvchilari ko'p prosedagi maqsadi tuz bo'lgani uchun harakati ham tuz bo'lishi normal holat. Chunki psixologiyada ham bor narsa bu. Bundan tashqari albatta Qur'onda ham kelgan narsa. Bu ham bo'lsa vaqsit fi mashika. Yurganingda maqsad mavjud. Xo'p, endi bu narsaga chuqur kirmasdan o'zimiz mavzuyimizga qaytmoqchiman. U ham bo'lsa maqsad qo'yish. Maqsad qo'yish sababi nimaga kerak desangiz, chunki любой narsa qilayotganingizda, ayniqsa nimadir o'rganayotganingizda boshi eng qiyin vaqti bo'ladi, to'g'rimi? Boshi eng qiyin davr bo'ladi. Oddiy IELTS gruppada bo'lsangiz, IELTSni boshlash eng qiyin bo'ladi, to'g'rimi? Yoki ingliz tilini o'qiyapsiz, boshi eng qiyin bo'ladi. Shu sababdan shu boshdan to'g'ri holatda o'tib olish uchun, bundan tashqari tashlab qo'ymasdan ingliz tilini o'tib olish uchun men o'ylayman, shu to'g'ri очередной maqsadsiz bo'lishi kerak. Endi to'g'ri maqsad deganimda o'ta chuqur yoki o'ta uzoq muddatli bo'lishi shart emas. Qisqa muddatli, o'zim maslahat beraman har bitta o'quvchiga qisqa muddatli va o'zi qila oladigan maqsad qo'yib boshlang. Misol uchun, har kuni darsga kelaman, biroq kuniga 1 soat yugurish faqat. U katta maqsad bo'lmashi mumkin. Lekin o'zi katta maqsadga eltadigan bu qisqa muddatli short term goal ekan. Shunaqa maqsad qo'yib olishingiz kerak o'zingizga. Va shunaqa qilsangiz General English, boshida beginnerdagi challenge'lar yoki oddiy IELTS gruppasi, IELTS challenge'lar ham inshaalloh sizga oson bo'ladi. Xo'p, endi Alisher shunaqa qilib ingliz tilini boshladi. Boshlagandan keyin o'zi 3 o'qidi. Yana qanaqa muammolar bo'lishi mumkin Alisher desangiz? Bu yana bitta muammo, ko'pchilik ko'radigan, bu ham bo'lsa davomiylik yo'li. Miyamiz bitta narsani davomli ravishda qilishga o'rganib olish kerak ekan. Shuni odat qilib oladi undan keyin. Odat qilgandan keyin bitta narsa progress bo'lar ekan. Misol uchun oddiy tishingizni yuvishingizni har kuni o'ylamaganingizda ingliz tilini qilishingiz ham, ingliz dars qilishingiz ham o'ylamaydigan darajaga chiqib olishiga uning uchun bo'lsa, kun tartibingizni qilayotganingizda har kuni bitta vaqt qo'yib olasiz. 1 soat, yarim soat farq yo'q. Ko'proq o'quvchilarga timer qilib uyga istifada qilishini o'zim maslahat beraman, chunki shunda aniq bilib olasiz necha soat qanchadan dars qilayotganini. Chunki matematika sifat qilib qarashsa ingliz tiliga juda ham oson bo'ladi. Raqamlar bilan qarashsa, to'g'rimi? Chet ellarda ham gap bor, numbers don't lie deydi. Raqamlar yolg'on gapirmaydi. Bu degani misol uchun aytaylik, hammasi umumiy 300 soat dars qilsangiz, işte mana studieslar ham ko'rsatadi, o'qishlar ham ko'rsatgan, tadqiqotlar ham ko'rsatib beradi, что 300 soat ichida o'quvchining o'rnini bitta darajaga oshirgan. Bu degani beginner o'quvchi 300 soat darsda elementary o'ringa yetadi, haqiqiy elementary o'ringa yetadi hamma tarafdan. Xo'p, bu degani bundan tashqari bilasizlar, hadisdan bor, to'g'rimi? Eng ishlar bu ozgina bo'lsa ham davomiy ishlar degan. Shu sababdan biz ham ingliz tilida o'qiyotganingizda yoki boshqa любой ish qilayotganingizda qisqa va davomiy ravishda qilishingiz kerak ekan. O'zingizni qiynab qo'ymaydigan darajada keyin sekin-sekin o'zingiz ko'paytirib ketaverasiz. Xo'p, endi shunaqa qiladigan bo'lsangiz, hamma maqsadingiz bor. Qiyinchiliklarni o'sha boshida aytaylik IELTS gruppadasiz, boshlang'ich gruppadasiz, bemalol ketasiz. Undan keyin ham o'sha vaqtingizni to'g'ri sarflayapsiz. Undan keyin nima qilishim kerak desangiz, men o'ylayman, что
to'g'ri ustoz topishingiz kerak va undan keyin to'g'ri friend topishingiz kerak. To'g'ri do'stlar topishingiz kerak yon atrofingizda. Xo'p, ustoz topish menimcha birozgina qiyin bo'lishi mumkin, chunki ustozlar juda ham ko'pligini hisobga olib. Endi ustoz topayotganda nimalarga ahamiyat beradi desangiz, birinchi o'rinda men o'ylayman, что albatta opit deyishimiz mumkin, lekin bilim. Men uchun birinchi o'rinda. Va undan keyin bo'lsa energiya. Qanchalik sizni care qiladi shu ustoz, qanchalik siz haqingizda o'ylaydi, kelajagingizni hisobga oladi. Chunki oddiy o'zim ham mana aytdim, boshida boshlaganimda katta o'quv markazlarida boshlaganman, 15 yoshda bo'lganman. Endi shu yoshimni albatta misol o'quv markazi rahbarlari bekitishni afzal ko'rgan. O'sha o'quvchilar bilmadim, meni katta kishi deb o'ylardi. Keyin shunda misol o'zim sezgan narsam yoshim boshqa ustozlardan ko'ra misol uchun pastroq bo'lsa ham, o'qitim kamroq bo'lsa ham, energiya bilan dars o'tganim uchun, o'quvchilar kelajagini o'ylab dars o'tganim uchun o'quvchilar baribir menga men magnit bo'lib torta olgan o'zimga. Chunki ular bilishgan, bu ustoz meni rostdan ham kelajagimni o'ylaydi va bu ustoz gapirayotgan narsasini biladi degan narsa. Shu sababdan albatta o'qib bo'lish yaxshi, lekin birinchi o'rinda men o'ylayman, что bilim qanaqadir va undan keyin qanchalik sizni kelajagingiz haqida o'ylaydi. Misol dars o'qimay ketsa, mayli qo'l deb e'tibor bermasa yoki darsda o'sha sizga e'tibor berishga vaqt ham bo'lmasa, misol uchun agar bitta kichkina so'rab beraman, nimaga? Misol uchun maktablarda dars berishni to'xtatganman. Bunda bitta sababi bor. Menga katta oylik, katta yaxshi tavsiyalar bilan kelib chiqishda ham aytganman, что shuni aytgan 25-30 ta odam bitta guruhda o'qitadigan bo'lsam, har bittasiga yetarli e'tibor bo'lmaydi ekan va natija olishga ham yetarli vaqtim bo'lmaydi ekan degan. Chunki o'zim mana bilasiz, maktabda ham yaxshi ustozlar bor, yo'q emas. Ular ham misol kelajagingizni o'ylaydi, lekin nimaga yaxshi emas baribir maktabda misol uchun ta'lim ko'pincha desangiz, chunki uning sababi yetarlicha e'tibor bo'lmagan. Chunki odam hammasi har xil, hammasini o'qish har xil, hammasiga qanaqadir e'tibor kerak bo'ladi. Men o'ylayman, что o'quvchilar ham e'tibor talab qiladi. To'g'rimi? Ham bilim talab qiladi, ham e'tibor ham talab qiladi. Shunaqa gaplar. Xo'p, endi Alisher nimalarga erishdi hozircha? Alisher hozircha ingliz tilini o'rganishni maqsad qo'ydi. Bu degani qiyinchiliklarda ham davom etyapti ingliz tilini o'qishni. Davomiylik nomer 1 narsa. Undan keyin yaxshi dars qilyapti, undan keyin yaxshi ustoz topdi, yaxshi do'stlar topdi. Xo'p. Undan keyingi qadam bo'ladi. Siz o'sha IELTS guruhiga o'tadigan bo'lsa, o'sha IELTS o'qiyotgan o'quvchilar kutayotgan misol section keldi. Bu ham bo'lsa IELTS kutayotgan. Endi u menimcha IELTS tayyorlanish IELTS oldin bo'lishi kerak. Chunki men o'zim ham o'quvchilarimga o'zimda bo'lgan challenge nima bo'lgan desangiz, misol o'zim juda ham qiynalganman IELTS guruhida o'qishayotganimda, chunki unda listening, reading, writing, speaking degan narsa faqat speakingni bilganman. Gapirishni bilganman, grammatikani bilganman bir ikkitasini. Lekin misol uchun ingliz tilini narsa eshit yoki ingliz tilini nimadir o'qi deganda hech kim aytmagan ekan menga. Va shu sababdan o'quvchilarga men oldindan o'sha internet o'rnida u yoqqa listinglar, qo'shimcha darslar tashlab turaman yoki mana kitoblar hadya qilamiz imkon boricha shunga o'xshash narsalar. Aytmoqchi bo'lganim, siz ham IELTSga tayyorgarchiligingizni IELTS oldin qilasiz ekan va undan keyin tayyorgarchilik deganda o'sha ingliz tilingizni oshirasiz. Xo'p, ingliz tilini oshirish hamma gapiradi bu narsa. Qanaqa oshirsam bo'ladi desangiz, eng zo'r texnikani sizlarga o'rgatmoqchiman. Bu ham immersion technique. Immersion technique degan sho'ng'ish texnikasi ekan. Qanaqa bo'ldi desangiz, ingliz tili olamiga sho'ng bo'lib ketasiz. Qanaqa ma'noda? Eshitadigan narsalaringizni ingliz tilida qilasiz, o'qiydigan kitoblaringizni ingliz tilida qilasiz, gaplashadigan tilingizni ingliz tilida qilasiz. Shunaqa qilib ingliz tilingizni juda ona tili darajasiga chiqarib olishingiz mumkin ekan. Endi to'g'ri bu o'ta motivatsion bo'lib eshitilishi mumkin, lekin juda ham aslida praktikada oson narsa ekan. Chunki oddiy mana o'zimiz rus tili misol uchun rus tili biladigan bo'lsangiz, qanaqa rus tili o'rgangansiz? Darsga borgansiz, kimdir sizga rus tilida gapirgan. O'rtalaringizda rus tilida gaplashgansiz. O'qiyotgan narsa rus tilida bo'lgan. To'g'rimi? Odamlar eshityapsiz, rus tilida gaplashishgan. Endi xuddi shu narsani inglizchaga ham deb aylantirib olsangiz bo'ladi. Yoki o'zbek tilidan inglizchaga aylantirib olsangiz bo'ladi. Shunaqa qilib misol uchun o'zim aytaylik, boshida men hamma aytadigan YouTube'da yoki boshqa ustozlar beradigan maslahatlarni o'qib ko'rgan. U ham bo'lsa, misol artikel o'qish, podkastlar eshitish, lekin ulardan uncha foydalanmagan. Nimaga desa, chunki ular befoydali uchun emas. Lekin aytganimiz individual e'tibor degandek, har bitta o'quvchi har xil. Qiziqarli narsalar har xil. Misol uchun bitta o'quvchim bor. Tog'asi UFC'da. Nima qiladi? UFC'da urishadi. Jiyani ham shu UFC'ga qiziqadi. Endi bu bolaga misol uchun men aytaylik BBC podkast bersam, eshitmasa kerak, to'g'rimi? Uni nima qilishim mumkin? Uni Joe Rogan misol podkastini bersam, bola 3-4 soat bemalol eshitib qo'yadi. Aytmoqchi bo'lganim hamma har xillik uchun ingliz tilini oshirayotgan ham har xil metodika ishlatasiz. Shu metodikani eng oson shu immersion texnika ekan, shu texnikasi bilan boshqa qiziqarli narsalarni ingliz tilida qilishni boshlaysiz. Xo'p, endi bu general English'ni ochdi. Hamma yo'q yaxshi. Endi nima qilishingiz kerak? O'zi sразу IELTS practice o'tasiz. IELTS practice qilganingizda ko'proq analizga e'tibor berishingiz kerak. Analizga e'tibor berish qanaqa bo'ladi desangiz, analizga e'tibor berish nimaga shu topgan javobingiz xato bo'ldi, to'g'ri javob qayerda ekan, shu o'rtadagi farq nimada? Nima sizga yetmadi shu darajaga chiqishga yoki nima sizga yetmadi 40 dan 40 topish kerak, listening yoki reading. Endi writing speaking o'zingizlar bilasizlar, analiz ko'proq ustoz bilan qilinadi va AI
ularni ham ishlatishingiz mumkin speaking va writing uchun. Shu narsani o'zim o'quvchilarimda ham, hattoki sinfimda ham qo'llayman. AI ni ishlatamiz. Biz darsda o'zida ham AI dan misol vocabulary olamiz, mavzuga aloqador grammar structure olamiz, essaylarimizni analiz qilib turamiz, shunga o'xshash. Endi shu bo'yicha agar video xohlasangiz, kommentariyga yozib qoldirishingiz mumkin, lekin bugun ko'p vaqtni olmayman. Va shu bizni videomiz bo'ldi. Qanaqa qilib qisqa muddat ichida bitta o'quvchi A nuqta bo'lgan bo'lsa ingliz tilini 0 dan biladi. B nuqtaga yetish mumkin bo'lgan bo'lsa, IELTS ham misol uchun qanaqadir yaxshi darajaga erishgan 7+ deylik. Shunaqa gaplar. Endi birinchi videom bo'ldi. Qanaqa feedback bo'lsa, nimani ustida ishlash kerak, hammasini yozaverasiz kommentariyaga. Bilmadim qanaqa yaxshi chiqqan, qanchalik yomon chiqdini. Inshaalloh harakat qildik. Imkon boricha foydali video qilish uchun. Endi shu mavzular ichida hamma mavzuga qisqa to'xtalib ketdik. Qaysi mavzu qiziqarli bo'lsa, qaysi savol uncha yaxshi tushunmadingiz, hammasini bemalol kommentarda so'rashingiz mumkin. Va ko'proq insightlamoqchi bo'lsangiz Telegram kanalimga o'tishingiz mumkin.